Onasini ham san, shu yetmay turib onangni ham nimaga bildi. Befarosatmi? Chiqadigan joyga ham qo'yadimi? Onangni emagir. Aka, Ha, xalas, yaxshi chiqolmayapsizmi? ya qanday chiqaman men? Qo'yib qo'ygan joyini qarang. Mas'uliyatsizlarda. Kartangizda 3000 so'm pul bo'lsa, mana shu vaziyatda sizni oldiga olib chiqib ketaman. Ya bor, lekin qanday qilib? Sizga buning uchun mana shu nomer kerak va Telefonimizdan Ro'at 24 ilovasini ochamiz. Ochilgan oynadan avtosignal bo'limini tanlaymiz. Ochilgan oynada bo'sh kataklar o'rniga mashinaning davlat raqamini yozamiz. Shundan so'ng звонок tugmasini bosib, 3000 so'm to'lovini amalga oshirib, bevosita mashina egasi bilan bog'lanamiz. Buni bizga robot amalga oshirib beradi. Eng muhim jihati, hech kim bir-birining nomerini bilmaydi va ko'rmaydi. Uzr aka, zata o'rgan oldingiz-ku. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying, ularga ham kerak bo'lib qoladi.